Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana Tron bo'libdi. Shu videodagi qanaqa qilib yuz armasini teranga yutib olishni sizlarga ko'rsataman. Bu sizlarga Telegram kanal kerak emas, Instagram kerak bo'ldi. Instagram akkaunt kerak bo'ldi. Qolgan narsa kerak emas. Bu uchun sizlar men aytgan bir nechta shartlarga rozi bo'lishinglar kerak. Birinchi shart 400 ta obunachi bo'lguncha поддержка, like, obuna va kommentga yozib qo'ying. Eslayot qolsin. Va har videoda o'z adidlarni yozib qolishni unutmang. Shunlardan iborat. Ikkinchi, men ularni sizlar yozgan adidlarni random tarzda aniqlab savol javobda yutgan 3 ta obunachimni man lop bo'layman. Lop edamen. Shu lop o'ynaganda yutgan bilan savol javobni boshlayman. Men savollarga to'g'ri javob bergan obunachimga esa yuz armas tashlab beraman. Yana bitta yomon tarafi bor. Agar savolga to'g'ri javob bera olmasa, mendan emas. Bu savollarni men so'zlayman, chatni bittaga yozaman. Ikkitasi oddiy savol. Qolgani ikkitasi o'rtancha savol, oxirgisi biz keyinroq savol edi. Bu bo'ladi. Bu qaysi multfilm nima bo'yicha savol bo'lishini aytaman. Bu savol bitta multfilmdan olgan bo'ladi. Bu multfilm nomini YouTube'da yo tizimlarda bo'lsa, smart tizimlarda EV degan ilova bor. O'shaga kirib Tron atmishni bo'lgan yoki Tah muhri degan filmni ruschasiga o'girib yo Banana TVdan ko'rib olishingiz mumkin. Bu reklama emas, shunchaki taklif beraman. Ko'rasizlar, qaysi qismga kirib ko'rganingizni menga aytasizlar. To'g'ri. O'sha qismga bo'yicha savollar tuzib savol javob qilaman. O'tgan o'sha insonga esa yuz armas tashlab beraman. Agar bitta savolda yo ikkita bo'ladi, bittasi xato qilsa kechiraman, ikkinchisi esa yutqazgan bo'ladi. Keyinchalik yana bir marta to'pni o'ynab ko'ramiz. O'shanda agar men yutsam yuz armas tashlab beradi o'sha obunachim. Agar men yutqazsam u yutsa mana armas tashlab bermaydi. Keyingi safar yana o'ynab ko'radi. Shu tarzda o'ynashni boshlaymiz. Keyin o'sha yutgan insonlarni men Instagram akkauntimni olib borib boraman. O'sha Instagram akkauntimda men ularni yutgan obunachimni video olib Instagram profilimga, Instagram kanalimga qo'yib boraman. Bo'lmasa bo'ldi. Shu shartlardan keyin bemalol yutib olishingiz, yuz armasidagi olishingiz mumkin.
Bo'lmasa o'yinni boshlaymiz. Ultimate'da 2 nok gücü koysa Garikaman Digger pan MP5 düştü. Oyuncular bu adi oyun. Oyunlarında var. İnternette katiyatı lekin bu benim oyunum emas. Bu benim bu oyun. Adi oyun. İnternet kotarkan için yaxshi uni olmayman va esa shu ketgan shekilli. Hech uni olmayman. Ammo bu unchiga imkoniyat berdim. To'g'ri comeback qilib keta olamanmi? Kimnikiga bosib qo'yding. Avem bo'sha qurol nima? Ufaydi. Shu bilan ketdik. Avem bu bilan bo'yicha topirman. Okalar top avem bo'yicha qurol boshqa inson bo'lishi mumkin, lekin men o'z region bo'yicha top avem bo'yicha qurol emas ekanman deyolmayman. Lekin top birinchi inson menman. O'z akkauntimda, o'z regionimda top bir inson menman. Qasam video tushirib ketayotgan ekan-ku. Hammali. Bo'lmasa keldik. Shu bilan agar shaxslar shularni bo'lsa, keyingi videoda ko'rishamiz. Keyingi videoni nima bo'yicha olishini yozib qo'yinglar. Sizlar bilan men Tron bu hafta hayır.